Tug'ilgan sanangiz tasodif emas. Har bir raqam hayotingizga ta'sir ko'rsatadi. O'zingiz haqingizda bilmagan narsalarni ochishga tayyormisiz? Keling, sanangizdagi asosiy raqamlar qanday ma'noga ega ekanini ko'rib chiqamiz. 1, 10, 19, 28 tabiiy lider, mustaqil va qat'iyatli. 2, 11, 20, 29 hissiyotga boy, diplomatik va mehribon. 3, 12, 21, 30 ijodkor, o'ziga ishongan va ijobiy energiyaga ega. 4, 13, 22, 31 aniqlik va barqarorlikni sevuvchi mehnatkash inson. 5, 14, 23 erkinlikni sevuvchi va yangi g'oyalarga ochiq shaxs. 6, 15, 24 mehribon, g'amxo'r va oilasiga sodiq inson. 7, 16, 25 donishmand va sirli, chuqur fikrlovchi shaxs. 8, 17, 26 maqsad sari intiluvchi kuchli lider. 9, 18, 27 tug'ma, g'amxo'r va boshqalarga yordam berishni yaxshi ko'ruvchi inson. Sizning tug'ilgan sanangiz qanday xarakter berishini bilib oldingizmi? Izohlarda yozing va do'stlaringiz bilan bo'lishing. Bizga obuna bo'lishni unutmang.